Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbog'ich mahallasiga keldik. Mana mol og'rig'ini tuzatishga mana doktorlarimiz kelgan. Vodiy bo'ylab xizmat qiladi inshaalloh. Iqboljon doktorimiz kelgan mana. Ozgina umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari bo'lsin. Assalomu alaykum Iqboljon. Yaxshimisiz, tuzimisiz, charchamayapsizmi, qalaysiz? Hoji akamlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Juda zo'r mana. Aloqaga chiqilaveradi. Mana hozir molimizni olib chiqamiz. Tuyoq chaqlaysizmi hozir buni? Ko'ramizda, o'z ketgan bo'lsa chaqlaymiz. Avtomatikdan keyin navbatdagi ajrab yorilib ketadi, ularni olib tashlaymiz. Ko'ramiz hozir. Davolaysiz, ha? Davolaymiz, qanaqasi bo'lsa. Inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin mana. Vodiy bo'ylab xizmat qilaverasiz, ha? Boraveramiz tagiga. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilsa, mashallah deb qo'yamiz. Gap yo'q mana. Alloh rozi bo'lsin. Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbog'ich mahallasidamiz. Ya'niki o'zimizning xonadonda mana shu ikkala xulojimiz yashur stomatik kasallik bilan kasallangandi. Og'iz yara kasallik bilan og'izlar tuzaldi, yeb itishlari hamma narsasi joyiga keldi. Faqat shu oyoqlarida qoldi. Oyoqlaridan avvallab ehtiyot qilib bosib turib, shunga mutaxassis chaqirganmiz. Qo'lagamizni mana hozir o'zlari bilan suhbatlashib, bunda nima holat kechyapti, nima qilish kerak, mana shu narsalarni so'rab o'tamiz. Bu akamiz veterinar vrachimiz, inshaalloh qo'ldan kelgancha vodiy bo'ylab mana shu stomatik kasalligi va boshqa yuqumli kasalliklar, sun'iy urug'lantirish, shu chorva yo'nalishida ot, qo'y, har qanday hayvonlarni davolash ishlarini olib boradi. Assalomu alaykum aka. Obunachilar uchun so'rash qo'yamizda. Molimizni shu stomatik kasalligidan chiqdi. Faqat o'sha sizga aytganimdek, yeb ichishlar yaxshi holatga keldi. Endi oyoqlarida ishi bo'ladi, stomatikdan keyin oyoqlar orasi ajrab ketadi. Buni kesib olib tashlash kerak. Tirnoq ikki qavat bo'lib qoladi-da, birinchi yangi tirnoq chiqarib o'radi. Şu an hisobiga eskisi qoladi, orasi yerinib, suv yig'ilib, şu an kesib olib tashlash kerak. Keyin mollar yumshoq oyoqlar, yengil bo'lib qolgancha. Keyin yana sizga savolimiz bu, yana tuyoq kasalligidan boshqa yana qanday kasalliklarda davolash va oldini olish choralari, shu chorvadorlar uchun bir foydali maslahatlar, buni shu stomatik kasallik bilan kasallanmaslik uchun nima qanday choralar ko'rish kerak? Shular haqida ham vaksina qilish kerak oldindan vaqtida. Vaksinasini vaqtida qilinsa, unaqa kasalliklar bo'lmaydi. Vaksina qilingan mollar oldiga har qanday mollar kirolmasligi kerak. Chetdan operatsiya begona mol kirsa yuqadi. Bu vaksina qilinsa baribir ma'lum foizlarga bo'lishi mumkin. Begona mol olib kirmaslik kerak edi, o'sha hisobiga. Mol yoniga. Ishlanmagan, vaksina olmagan mol yoniga kirmasa, shuni hisobiga bo'lmaydi. Bu molimizda endi hozir bu vrach akamiz, veterinar vrach akamiz o'sha tuyoq tozalagani yangi o'sha stanovi deydimi, shunaqa stanovilarni tayyorlabdi. Biz xonadonimizga olib kelgan majmuamizda hozir tuyoqlarni tozalab, mana shu tuyoqlarni tozalab, chaqlab yaxshi holatga olib kelib beramiz deyapti. Inshaalloh video davomida ko'rsatib boraveramiz. Bo'lmasa molimiz tashqariga qani olib chiqdik. Nima qo'yamiz? Nazimjon. Nazimjon. Devam etyapti.
Voy. Chuqurlig'i 1,5. Nima gaplar qilsanmi? Ha, mana mollarimizni shahla jarayoni ketyapti mana. Mana apparatlarimiz ixtiro qilingan apparatlarimiz mana olib kelingan. Vodiy bo'yicha harakatlanadi bu. Mana. Gapi yo'q. Eng dolzarb mavzu, dolzarb shu temani olib chiqqan mana o'sha oyoq kasalini ham davolaydi, ham shahlaydi, ham o'sha shok kuydirish bo'ladimi? Hammalariga shu manfaatli bo'ladi mana. Doktorlarimiz kelgan mana. Gapi yo'q, Alloh ziyoda qilsin mana. Iqboljondan ham bu ham ukaxonimizdan Mashrab akamning o'g'illari mana umrlari uzoq bo'lsin ha. Nimaga aptekani o'zgartirib yubordingizmi? Ish ko'payib ketyaptimi? Ha. Mana chaqlash. Vodiy Chorva kanaliga obuna bo'lib ketasizlar, obuna bo'lmaganlar. Mana hozir mana boshlash jarayonidamiz. Ham davolab, ham chiroyli qilib chaqlab, ha. Ularni osib olib, joy-joyiga qo'yib. Mana. Shunda Iqboljon bu molni ko'tarib olammi o'sha talmi kak? Ha. Ha, mana molni ko'tarib chiroyli qilib mana gapi yo'q, otasiga rahmat mana ixtiro qilib mana olib kelishdi mana mehnatlariga. Gapi yo'q deymiz. Muxtorlarimiz kelgan. Bu molimiz ham gibrid. Ilgari to'k olib chiqish kerak ekanda bunga, ha? Ana. Nima? Ko'z tarafon. Chaqma. Chaqma. Ha. Shu orasida bo'ladimi bu o'sha kasallik asosan? Vallo bo'lgan mana. Ha. Ajrayapti. Ha, ajrab ketgan ekan bular. Mana. Ha. Buna ikki qavatib qo'ydim. Ha. Ko'rdan so'ng mana shu yerga yiring to'planadi. Mana o'zi yiringlarni boshlagan. Ha. Yuzi og'riydi-da, ha? Og'riq qilgan. Ha. Hozir buni chaqlab, davolab suv chiqyapti. Ana og'iga bo'tda pirchitga ham turadi. Shuni Hop, hurmatli tomoshabinlar mana. Gap ochib o'tirayotgan. 942 76 72. 76-72 raqamiga aloqaga chiqib, mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana apparatlarni, soylar, tayyorlar, akalarimiz yangitirib tayyorlabdi. Inshaalloh mana molni yotqizdirmasdan, qiynamasdan davolashi mumkin. tozalash jarayoni ketyapti mana. Doktorlarimiz e'tibor bilan qilishyapti mana. Mutaxassisligi yaxshi. Samarqand, Toshkentlarda o'qib kelgan, Bo'yda rayonida eng ko'zga ko'ringan doktorlarimizdan biri. Mana Asilbek ukamiz ham mana yo'llarida kelib turibdi, yordamchi bo'lib. Bo'yda rayoni veterinarlari xizmatda mana.
Buni doktor aka yashildan keyin, stomatikdan keyin albatta tuyoqlar tozalab olish kerak. Tuyoqlarni tozalash kerak. Oradan shu bir oyda ichida bo'ladigan narsalar bu. Bu shunday qolib ketmaslik kerak bu. Shunday qolsa endi qanday holatlarga olib kelishi mumkin? Yeringlar shu tuyoq shermani toza turibdi. Shu narsa yeringlar yo'q bo'lib ketadi shu ichirib. Ha, keyin yanada og'irlashishi mumkin.